Assalomu alaykum. Linguacity kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda turk tilidagi eng muhim grammatik mavzulardan biri mi, mu so'roq qo'shimchasini o'rganamiz. Ko'pchilik aynan shu mavzuda xato qiladi. Bugungi videodan keyin siz turk tilida to'g'ri savol bera olasiz. Videoni boshlashdan oldin like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va darsni oxirigacha tomosha qiling. Turkchada mi, mu so'ruv eklari bilan tanishamiz. Avvalo shuni bilib oling, mi, mu bu so'roq qo'shimchasi gapni savol gapga aylantiradi. Eng muhimi, u alohida yoziladi. Buni esingizdan chiqarmang. Misol uchun, geliyormusun bu xato. Geliyormusun alohida yozilishi kerak. Ya'ni geliyor alohida, musun alohida. Endi qaysi holatda mi, mu yoki mu ishlatilishini ko'ramiz. Bu unli tovush uyg'unligiga bog'liq. Ya'ni oxirgi bo'g'inida harfi bo'lgan so'zlarga mi. Misol uchun, hozirmisin? I harflari bo'lgan so'zlarga mi, evdamisin? U harflari bo'lgan so'zlarga mu, doktormusun? U harflari bo'lgan so'zlarga mu, ya'ni uzgunmusun? Qolgan so'zlarni ham xuddi shu shaklda savolga aylantiramiz. Misollar: sen o'rganchimisin? Siz talabasizmi? Geliyormusun? Kelyapsanmi? Turkcha biliyormusun? Turk tilini bilasanmi? Evdamisin? Uydamisan? Ko'pchilik mana bu xatoni qiladi. Men aniq bilaman, siz ham eng kamida shu so'zlarda xato qilgansiz. Endi sizlar bilan bu mavzuni mustahkamlash uchun mashq beraman, ya'ni bo'sh joyni to'g'ri so'roq qo'shimchasi bilan to'ldirasiz. Vaqt ketdi. Demak, hamma to'g'ri javobni topdi deb o'ylayman. Ekranda esa to'g'ri javoblar berilgan. O'zingizniki bilan tekshirib olishingiz mumkin. Endi izohlarda shu qoida yordamida bitta savol gap yozing. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, obuna bo'ling va turk tilini o'rganayotgan do'stingiz bilan ulashing. Keyingi darsda yana bir foydali grammatik mavzu bilan uchrashamiz. Xayr, salomat bo'ling.